Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi metodimiz maxfiy maktub yoki maxfiy kod deb ataladi. Bu metodni o'zim ochiq darsimda qo'lladim va kirgan ustozlarga juda ham ma'qul bo'ldi va sizlarga ham buni ko'rsatishni o'yladim. Endi bu qanday metod, bu haqida sizlarga tushuntirib o'taman. Bu milliy sertifikat imtihonlarida ma'lumki ona tili va adabiyot fanidan bo'lib o'tayotgan milliy sertifikat imtihonlarining birinchi va ikkinchi savollari imlo savollari tushmoqda. Bu bilasiz, mana shu yerdagi savollar aynan imloga tegishli bo'ladi. Ya'ni qanday maxfiy maktub bo'ladi? Siz bunda gap yozasiz, she'r berishingiz mumkin. Men o'zim g'azal berganman va so'zlarni xato yozganman. Uni o'rniga qo'yiladigan harflarni esa o'quvchilar birlashtiradi va bitta maxfiy so'z yoki maxfiy kod kelib chiqadi. Hozir endi biz buni o'quvchilar misolida ko'ramiz. Marhamat o'quvchilar. Xohlasangiz qog'ozni A4 formatda qilasiz va oppoq emas, buni ozgina qadimiyroq qog'ozni shakllantirishingiz mumkin. Ya'ni bunda kofeni damlaysiz va kofeni aynan shu qog'ozga salli qilib to'kib, duxovkaga qo'yib qo'ysangiz, qog'ozingiz qadimiy tusni oladi. Ya'ni oppoq bo'lib, zamonaviy qog'ozlar bo'lmaydi. Shu o'zimizda Samarqand qog'ozlari bo'lib qoladi. Endi jarayonni ko'ramiz. Xo'p, hurmatli o'quvchilar, vaqt tugadi. Aytgan ustozlar 5 daqiqa yoki bo'lmasam so'zingizni qiyinligiga qarab turib 10 daqiqa berishingiz mumkin. Meniki g'azal bo'ldi, shuning uchun men 5 daqiqa berdim. Xo'p, qaysi so'z maxfiy kod ekan? Maxfiy maktub ichida Bizga berilgan maxfiy kod qochlik so'zdir. Xo'p, bu guruhda kim javob beradi? Bizga berilgan maxfiy xatda keting so'zi hosil bo'ldi. Yaxshi. Xo'p, qarang, bu mavzuyingizga bog'liq bo'lishi lozim. Bu mavzuda jadalchilik harakati mavzusi edi. Shuning uchun ham xayrixoh insonlarni sizlarga maktubi tasavvur qiling, siz jadalsiz va sizga xayrixoh insonlar maktub jo'natdi va bu maktubda qoching va keting degan so'zlar yashiringan bo'ladi. Albatta bu kod so'zlar maxfiy maktubda mavzuyingiz bilan bog'liq bo'lishi lozim. Mana hurmatli, mana aziz ustozlar, bu metod ham o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, sizlarga manfaatli bo'ldi. Biz esa siz bilan xayrlashmaymiz, balki ko'rishguncha deymiz. Ko'rishguncha omon bo'ling.